Farid Usmon Bobur podshoh 15-qism G'alabadan keyingi mag'lubiyatlar. Bobur Samarqandni olganda bor yo'g'i 200 kishisi bor edi. Uning sa'yi harakati bilan odamlarning safi kengaya bordi. 5-6 oy ichida Tangri taoloning inoyati bilan askarlari safi shunchaga yetdiki, Bobur endi jang maydonida katta tajribaga ega bo'lgan dushmani bilan to'qnasha boshlaydi. Boburga atrofdan kelib qo'shiluvchilar ham bo'ldi. Xondan 400-500 kishi, Jahongir Mirzodan Tambalning ukasi Halil boshliq 200 kishi ko'makka kelishdi. Ammo Makkor Shayboniy xonning fe'l atvorini yaxshi bilgan, tajribali shoh bo'lgan Husayn Boyqarodan hech kim kelmadi. Husayn Boyqaro yoshi ulug' bo'lishiga qaramay, yosh Boburga yordam qo'lini cho'zmadi. Badiuz zamondan ham yordam kelmadi. Xisravshoh bo'lsa, Shayboniy xondan va Boburdan qo'rqqanidan hech kimni yubormadi. Ahvol shunday edi. Bobur qattiq tayyorgarliklar ko'rgani bilan dushman taraf ancha kuchli edi. Agar o'sha Bobur kutgan kuchlar kelganda, hammasi qo'shilganida kuchlar nisbati tenglashgan bo'lardi. Shunga qaramay, Bobur jangga shaylandi. Ertalab bomdod namozidan keyin u urush niyati bilan sovut kiydi. Otlarga zirhli yopinchiqlar solindi. O'ng qanot barongor, chap qanot javongar, shoh turadigan joy markaz o'g'ul, hujumchi qismlar irovul tuzildi. Hamma saflanib oldinda Shahzoda Bobur boshliq dushman sari otlanishdi. Saf tortib maydonga, kenglikka chiqib borishdi. Dushman lashkarlari ham qarama-qarshi tomondan saf tortib paydo bo'lishdi. Shayboniyxon qo'shinlarining o'ng qanotida Mahmud Sulton, Jonibek Sulton, Temur Sulton, chap qanotda Hamza Sulton va boshqa sultonlar bor edi. Saflar yaqinlashadi. Dushmanning o'ng qanotining uchi Bobur qo'shinlarining orqasiga qarab burila boshladi. Bu xavfli edi. Bobur markazda edi. U esankiramadi. Oldinga qarab yura boshladi. Ish ko'rgan jangchilar hujum qismida edi. Shunga qaramay Bobur markaz qo'shinlari bilan hujumga o'tdi. Kelayotganlarni mag'lub qilib, qolganlarni chekintirdi. Ularning shiddatidan dushmanning markaz qo'shinlari orqaga uloqtirib tashlandi. Shayboniyxon jangning borishini kuzatib turardi. Maslahatchilari yurish kerak, to'xtab turmoqning vaqti o'tdi desalar ham eshitmaganga oldi o'zini. Vaziyat boshqacha edi. Uning o'ng qanoti Bobur qo'shinlarining chap qanotini bosib bormoqda edi. Boburning hujumchilari o'ng qo'l tarafda qolib ketishdi. Markaz o'rtada qoldi. Dushman markazga, oldindan va orqadan o'qqa tutishga o'tdi. Jangda ko'makka kelgan xon lashkarlari urushish o'rniga Bobur jangchilarini otdan uloqtirib tashlashib, ularning otlari va boshqa narsalarni talashga kirishib ketishdi. Ularning qilig'i doim shunday edi. Jangga kirishish o'rniga ot talash, narsa qo'lga kiritish bo'lardi. Hozir ham ular shunday qila boshlagan edi. Oqibatda Boburning markazi orqa va oldidan siquv ichida qoldi. Askarlar sarosimaga tusha boshladi. Shayboniyxon jangni kuzatib turarkan, jangga tinimsiz yangi kuchlarni solib turdi. Qolaversa u to'lg'ama usulini ham qo'llagan edi. Bundan tashqari safni tartibda saqlashardi va doim o'q yog'dirishdan to'xtashmasdi. Mana shunday tartib borligi uchun ham Bobur g'animlarining qo'li bu jangda baland kelayotgan edi. Bobur 10-12 yigiti bilan qolgan edi. Qaraydiki ahvol chatoq. Ularga Ko'hak daryosi, Zarafshon yaqin edi. Ular daryo tomonga chekinishdi. Bu vaqt daryoning to'lib oqadigan davri edi. Ular bor holatda otlarni zirhlarni yetishga ulgurishmasdan turib, suvga o'zlarini urishdi. Suvning bir qismida yurib, qolgan katta qismida suzishga to'g'ri keldi. Suvdan chiqiboq ot bechoralarni ustidan og'ir yopinchiqlar, zirhlarni kesib tashlashdi. Dushman ortda qoldi. Bobur Ko'hak daryosini kechib o'tib, ikki namoz orasida Shahzoda darvozasidan arkka kirib bordi. Urushda Boburning sara yigit va beklari nobud bo'ldi. Birgina misol Ibrohim Tarxon, Ibrohim Soru va Ibrohim Joni bir urushda 3 Ibrohim ismli beklari halok bo'lishi Bobur uchun katta yo'qotish edi.
Sulton Ahmad Tanbalning inisi Halil ham shu urushda o'ldi. Ba'zilar esa mag'lubiyatdan so'ng Boburni tark etishdi, ya'ni qochishga kirishishdi. Muhammad Majid Tarxon Hisor va Qunduz sari Xisravshoh huzuriga qarab jo'nadi. Eng ishongani Qambarali ham ko'ch-ko'roni bilan Xisravshoh huzuriga otlandi. Qo'rg'onni mustahkamlash, qattiq himoyaga o'tish taklifiga ular quloq solishmadi. Qochishni o'zlariga ma'qul ko'rishdi. Ertasi ertalab Bobur Hoja Abdul Makorim, Qosimbek va qolgan barcha beklari bilan kengash o'tkazdi. O'ligimiz ham, tirigimiz ham shu qo'rg'on ichida bo'ladi, deya kelishishdi. Maslahatga ko'ra Ulug'bek madrasasi tomonga oq chodir tikildi. Bobur shu chodirda o'tiradigan bo'ldi. Darvozalar mustahkamlandi. Qal'aning aylanasi bo'ylab devorlar ustida nazorat masofalari taqsimlandi. Belgilangan joylarga yaxshi qurollangan soqchilar qo'yildi. Mudofaa uchun hamma chora-tadbirlar ko'rildi. 2-3 kun o'tgandan so'ng Shayboniyxon qo'shini bilan qaytib kelib, shahar atrofiga qo'ndi. Dushmanni shaharga yaqinlashganini bilgan mahallalardagi yigit-yalanglar noroziliklar bildirishib, dushman bilan urushmoqqa kirishishdi. Har vaqt, har joyda hayqiriq va chaqiriqlar bo'lib turardi. Dushman bilan mayda-mayda to'qnashuvlar ham bo'lib turardi. Bobur oq chodirda o'tirib, hammasini kuzatar, goh o'zi ham qo'rg'on devorlari ustida yurib, beklari qatori nazoratchilik ham qilardi. Uyqu deyarli yo'q edi. Feruza darvozasi va Shahzoda darvozasi oralig'ida otda yurilsa, u yog'iga piyoda yurishga to'g'ri kelardi. Chunki u yog'i tor ham noqulay edi. Qo'rg'onni aylanib chiqquncha tong yorishardi. Bobur tahorat olib, namoz o'qir, har namozida Tangri taolodan madad qilishini so'rab, duoga qo'l ochardi. Qamal ana shunday davom etardi. Hozircha Bobur uchun hech qanday najot yo'q edi. Bir kuni Shayboniyxon Oxun darvozasi bilan Shahzoda darvozasi orasida urush boshladi. Hammaning diqqati shu yerga qaratildi. Bobur ham shu yerda bo'ldi. G'ozuriston hamda So'zangar darvozasi taraflar e'tibordan chetda qoldi. U yerga qo'yilgan soqchilar ham jang bo'layotgan joyga kelishdi. Hech kim qolmadi. Shayboniyxon 20 choqli askarlariga tezda 2 kishi chiqa oladigan shoti yasattirdi. Bu shotidan 7-800 ta yigitlarni chiqishga tayyorladi va jang boshladi. Darhol u tarafga kuch tashlandi. Devor ustiga chiqayotgan yov qaytarildi. Devorga chiqayotganlar mudofaachilardan chekinishga majbur bo'ldi. Bu yerda ayniqsa Qosimbek, Boburning eng sadoqatli beki boshliq yigitlar mardona jang qilishib, ularni ancha masofagacha quvib uloqtirib tashlashdi. Qo'rg'on ana shunday tarzda himoya qilinardi.